Sardor Mirzolimov navbatdagi jang Buxoro vakili chaqiriladi. Sunnat Mubinov navbatdagi jang ko'rsatsa, demak, pro professionallar elektron kilogrammchi bo'lgan Fazil toifasi Buxoro vakili chiqmoqda. Toshkent vakili chaqiriladi. Javlon Yo'ldoshev. Va uning raqibi Toshkent shahridan Javlon Yo'ldoshev. Azaliy qarama-qarshilik bevosita havaskorlar o'rtasida agar olib qaraydigan bo'lsak, ushbu ikki kickboks o'rtasida ko'p bor to'qnashuvlar guvohiga aylanganmiz va hozir ham davom etadi. Jangchining yoshi 19 da, bo'yi 175 cm, vazni 54 kg. Он мастер спорта, чемпион Узбекистана, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, представляющий Мукимов Тим Бухара, Sunnat Mukimov. Raqibi ko'p burchakda. Atletning yoshi 18 da, bo'yi 170 cm, vazni 54 kg. Он мастер спорта международного класса, чемпион Узбекистана, серебряный призер чемпионата мира. Представляет Toshkent! Qoplon Javlon Yo'ldoshev! Javlon Yo'ldoshev jahon chempionati sovrindori. Nig'matilla Inoyatov shogirdi. Jahon kubogi g'olibi. Bo'y borasida bu yerda ham farq bor. Bo'ydorroq Sunnat Mubinov. Sardor Mirzolimov jangni boshqarib boradi. Ikkalasi ham o'zimizning sportchilar. Ikkalasi ham professionallar. Qo'lqoplari og'irroq bo'ladi, zarbaning kuchi, qiymati balandroq bo'ladi. Himoyadan ham o'tadi bu zarbalar, mana sezishni boshlashdi. Ikkita jab, yopiq jang. Himoyaga e'tibor qaratilyapti. Diqqat bilan tuzadi. Hozir hujum amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi Mubinov. Yaxshi hujum Mubinovdan himoyaga. Yorishga harakat qilishyapti. Harakati bir-birini, raqiblarni himoyasini. Hozircha uddasidan chiqa olishmayapti. Mana bu yerda jigarga zarba o'tyapti Yo'ldoshev. Jab ortidan boshga
Va yana yorib o'tyapti himoyani, tizzada zarba yuqoriga. Front kick ortidan Yo'ldoshev. O'ng qo'l cross. Zarbaning qiymati juda baland bo'ladi do'stlar, juda ham. O'ng qo'la cross o'tkazyapti. Front kick ortidan. Tizzada hozir harakat qilib ko'rdi. Yana bir front kick. Bosh bilan to'qnashib ketdi qisman, atayin emas bo'lib turadi. Ammo ta'sir qilmagandek, chunki qo'l zarbalari ham og'ir. High kick Mubinovdan himoyaga tegmoqda. Va birinchi raund o'z yakuniga yetyapti. Anchagina qiziqarli 3 raund. Kuchni ham tejashdi, ehtiyotkorlikni ham yo'qotishmadi. Himoyani o'ylashdi ikisi. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Yo'q, bosh to'qnashmagan ekan. Azambarat, Forte, Kamtarin o'tiribdi telefonda, kimdir bilan suhbatlashib. Jahon chempioni do'stlar, jahon chempioni. Biz esa ikkinchi raund. Juda ehtiyotkor ikkisi ham. Clinch. Chap qo'lda portlab kirdi. Mana bunday low kick bilan muvozanatdan chiqarib yubordi. Mubinov tayyor. Inoyatov bir joyda turma, harakatlanib jangni davom ettir degandek ko'rsatmalar bermoqda. Mubinov mo'ljalga olishga qiynalyapti, chunki bo'ydor masofadan turib hujum amalga oshirishga harakat qilyapti va ana shuning uchun ham albatta Inoyatov shunday ko'rsatmalar bermoqda. Middle kick bilan javob qaytarildi. Yana zarbalar shuni va qolib ketish mumkin emas bitta joyda. Sanchib olishga harakat qildi, o'z chap qo'lida. Raqibi harakatdan kelib chiqib, Yo'ldoshev high kick, ikkita low kick javoban qaytmoqda. Birinchisi o'tganda, ikkinchisi himoyaga tegmoqda. Mana bunday hujum Yo'ldoshevdan. Middle kick.
o'ng qo'l bilan yaqinlashib kelayotgan raqibga biroz tegib ketdi. Muvozanatdan chiqarish uchun. So'nggi soniyalar o'tib bormoqda. Ikkinchi raundda beldan bastimga zarba berib yuborilgan ekan. Ko'rmay qoldik. Low kicklar almashinuvi va bo'ldi. Ikkinchi raund yakuniga yetdi. Birinchi raundda yo'ldoshining ustunligini qayd etsa bo'lardi. Biroz, ammo ikkinchi raund bo'lmadi. Hakamlarni qanday baholashgan ekan? Ularning ishi. Takror lavhalar. Mana o'sha. Low kick bilan muvozanatdan chiqarib yuborilgan holat. Middle kick o'tgan ekan bu yerda. Kickboxing fidoyilari. Uchinchi raund. Juda e'tibor. Himoyaga shunday e'tibor qaratyapti, kasb qo'yaverasiz. Round kick. Endi bu zarba sifatida inobatga olinmaydi-ku. Round kick yo'naltgan vaziyatda shunchaki raqibni izdan chiqarib yubordi. Yo'ldoshev jismoniy tayyorgarlikka yuqori darajada ikkalasida ham 3-raund o'tib boryapti. Har ikkisi mana shu darajani saqlab qolishyapti. Tempni albatta, tezlikni, harakatni. Clinch. Tizada zarba o'tmaslik uchun ham mana shunday harakat amalga oshirilgan edi. Qanday zarba chap qo'lda. Middle kick. Xavfli. Mana bu low kick zarbasini o'tkazib yuborishiga bir bahiya qolgan edi. Jang davom etadi. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Mana endi so'nggi raund, so'nggi daqiqa boshlanish arafasida keskinlik yana bir karra oshganligini ko'ryapmiz. O'ng qo'l zarba Mubinovdan o'tyapti. Clinch, bu yerda aniq zarba yo'q. Backfist amalga oshirishga harakat qilganda endi yo'ldosh kutgan edi raqib yaqinlashishini. Butun jamoa bo'lib qo'llab-quvvatlashyapti. Bir vaqtda har ikkisi bir xil zarba. Mana endi charchoq alomatlari asta-sekinlik bilan sezilib boshladi. So'nggi 10 soniya. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda.
Javlon Yo'ldoshev o'z g'alabasiga ishonyapti. Endi hakamlar qanday baholashadi? Buni ko'ramiz. Yaqin jang baribir, yaqin. Har bir zarbaga zarba bilan javob qaytarildi. O'zingiz ko'rdingiz. O'zbekiston Taekwondo Federatsiyasi vitse-prezidenti Husniddin Qurbonov. Добро пожаловать. Еще небольшое объявление. Eslatib o'taman. Bugun Katproda g'alaba qozonganlar Katroning keyingi bosqichi Tailandda Bangkok shahrida bo'lib o'tadigan turnirga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olishadi. И в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Лочин Toshkent Javlon Yo'ldoshev g'alaba qozonmoqda. Ha, to'g'ri, Sunnat hozir xafa bo'ladi. Bu natijaga rozi bo'lmaydi. Uning haqqi, chunki jang juda yaqin kechdi. Juda ham yaqin bo'ldi. Buni esa inobatga olish shart. Ammo meni ham fikrim birozgina baribir ustunlik aynan Javlon tarafida bo'ldi. Biroz katta emas. Katroning gonorarlari haqida